Oliy Majlis Senatining Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi majlisi bo'lib o'tdi. Unda davlat rahbari raisligida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengash yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar ijrosi muhokama qilindi. Majlisda prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan tizimli chora-tadbirlar, ochiqlik va shaffoflik tamoyillari asosida amalga oshirilayotgan ishlar korrupsiyaga qarshi kurashda muhim ahamiyat kasb etayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, hududlarda jinoyatchilikning oldini olish maqsadida huquq-tartibot organlari, mahalliy kengash, senator va deputatlar tomonidan ishni hamkorlikda tashkil etish zarurligiga alohida e'tibor qaratildi. Muloqotda senatorlar tomonidan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibining takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun mamlakatda yerga oid munosabatlarda tenglik va shaffoflikni ta'minlashda muhim huquqiy asos bo'lganligi ham ta'kidlandi. Bundan tashqari, suv xo'jaligi sohasida korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bilan hamkorlikda qo'shma qaror, yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Korrupsion xavf-xatari yuqori bo'lgan lavozimlar ro'yxati hamda munosabatlar hamda ularni oldini olish, ularni bartaraf qilish yuzasidan mexanizmlar ishlab chiqilib, takliflari kiritildi. Xususan transchegaraviy sohada, davlat xususiy sheriklik sohasida, manfaatlar to'qnashuvida, suv fondi yerlarini ijaraga berish sohalarida mavjud korrupsion xavf-xatarlarni minimallashtirish bo'yicha takliflar hamda raqamlashtirish choralari ko'rishi rejalashtirildi. Qo'mita tomonidan sohada shaffoflik va ochiqlikni ta'minlash bo'yicha bir qator ustuvor vazifalar belgilab olindi. Korrupsiyaga qarshi qonunchilik va normativ huquqiy hujjatlarni takomillashtirish, yer va suv resurslarini taqsimlash jarayonlarida ochiqlikni ta'minlash, subsidiyalar taqsimoti va tenderning shaffof o'tkazilishi ustidan parlament nazoratini kuchaytirish, suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishni yo'lga qo'yish. Mavjud bo'lgan 1015 nafar inspektorlarimiz barchasiga planshetlar bilan ta'minlaganmiz. Umuman ma'muriy bayonnomalar elektron planshetlar orqali rasmiylashtiriladi. Bundan tashqari yana ekologiya ekspertiza yo'nalishimiz bo'yicha ham Ecoservice.uz degan sayt tashkil qilindi. Hozirgi kunda fuqaro yoki tashkilot rahbarlari ekologiya inspektorlar bilan ko'rishmaydi. Faqat elektron hujjat topshiradi va elektron javobini olish yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, davlat xaridlari jarayonlarini ochiq va raqobatbardosh mexanizmlar asosida tashkil etish, korrupsiyaga qarshi o'quv kurslari va treninglarni tashkil etish, fermerlar hamda suvdan foydalanuvchilar uchun huquqiy maslahat xizmatlarini yo'lga qo'yish kabi vazifalar shular jumlasidandir. Tegishli mas'ul idoralar va shu jumladan korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan sohalarni takomillashtirishga qaratilgan 20 dan ortiq takliflar berildi. Bu nafaqat yuqori doiradagi va o'rta bo'g'indagi, balki aynan o'sha eng pastki qismida tuman darajasida sodir bo'layotgan o'sha korrupsiyaviy holatlarni kamaytirishga qaratilgan aniq taklif va maqsadlar berildi. Majlis yakunida ishtirokchilar tomonidan bildirilgan taklif va tavsiyalar asosida turli sohalarda korrupsiyaga qarshi kurashish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilab olindi.